Qara Yaqub. Senden burun Akram deydigan bir shogirdim bo'lgan. 10 necha yil burun uy ichi loyihachiligi degan gap endi paydo bo'layotganda, u boshqa hunarlarni xalq o'rganib bo'pti. Men xalqni anglab boqmagandan o'rganaman deb ketdi. Asli burun satrashlikni o'rganibdi ekan. To'la gap qilib ustasi haydavatgan deb angladim. Hozir men gap qilsam sen qarab o'ltiribsan. U bu yerda menga gap ashamdigan. Sana uning nurg'un qiziqishlarini deb beraman Yaqub. Kulgidek bo'lsa kulib, savoq olg'idek bo'lsa olasa. U 2-3 oy o'rgangandan keyin mo'shinchilikli bir ishgango deb do'kondan birini yechib oldi. Bir chaqda u telefon qilib elishim qila. Qo'lingizdan yetuk bir san'atkorning chiqib kelishi xayolingizga yetganmi dedi. Nima deysan desam, kelib o'zi bitirgan bir asarni ko'rib beqishimni aytdi. Barsam u meni ko'ribla 21-asrdagi Da Vinci'ning ro'yiman dedi. Qarang ustoz dedi u o'zi loyilab bezigan uyni ko'rsatib. Tarixingizda uyning egisini ko'rmay turibmi? O'zingizga bir olimga ishondegandek ishondirib, ishini o'zi o'ylagandimi ortiq tamomlab bergan vaqtingiz bo'lganmi yoki anglaganmi? Qarasam xeyli yaxshi chiqibdi. Ichkarida tijorat qilgan birisining uyimish. Uningga qattiq ishongachga biror tuqqunni ko'rib beqinglar deb avatmab demish. Loyihadan tortib putishigacha shundoq yarab ketgachga ichkirdagi uyini joylab berishga taklif qilib o'tibdimish. U menga qaysi uslub bilan qaysi uslubni organik birlashtirganligini, ranglarni qaysi teoriyaga solganligini, yasagan karvat ishkoplarining odam anatomiyasiga qandoq moslashganligini, issiq sovuq nurlarni qandoq bir taraf qilib etganligini, hunarvarlardan mardlik bilan talabni qandoq aymaganligini og'ziga tegmay so'zlab beryotdi. To'yuqsiz bir ayol kirib keldi. Kirdi-yu beshini tiqib chiqib ketgandan keyin yana bir qitim kirib, "Nima karomat bu?" dedi. "Bu shundoq karomatdir, acha" dedi Akram ayolning oldiga yo'rg'ilab berib. "Bu shundoq bir karomatki, bizga uyingizni bir qitim ko'rsatdingizmi? Bo'ldi, uyim putdi desangiz bo'ladi. Baya ma uyga qandoq kirgan bo'lsangiz, putgandami shundoq kirib o'ltirsangizlar bo'ladi. Arzon baho, isil loyiha. Ish qilib bizda vijdonsizlikdan boshqa yo'q narsa yo'q. Ochimizning illiq makoni qanchinchi qavatdikin" dedi. Ayol uning gapini anglabmi qo'ymay, har bir uyni har bir hayronlik bilan ko'rib chiqqandan keyin, "Sizlar zoda nima odam? Bu mening uyim emasmi?" dedi. Akram agar birsidan "Dadang seni topgan dadang emas" degan gapni anglagan bo'lsa-mu, bunchalik andikmasdi. U bir shumliqni sezgandek, "Acha, uyingiz ma'u nasbinaning qanchinchi qavatining zoda qaysi tarafida?" deb so'radi. Orqadala ular o'z turayotgan yerning zoda qanchinchi qavat ekanligini talishib ketdi. Akram mardona holda, "Shak shubsizki bu 7-qavatdir. Buning 7-qavat ekanligi xuddi men sizning bir ezib qolgan xotin ekanligingizdek haqiqatdir" dedi. Ayolmi bo'sh kelmadi. "Onang ezib qolgan xotin bo'lmasa, sana xalqning uyga kirib olib po'q bormi?" dedi. Uning zardi bilan tushuntirishdan ma'lum bo'ldiki, binoning 1-qavati do'kon saroy bo'lg'achqa, bino soni 2-qavatdan boshlab sanlarmish. Atalmış 7-qavat degini amaliyotda ustidagi qavatni ko'rsatarmish. Akram bir ishini bir ishonmay ustiga bir chiqib tushdi-da, qayg'uliq bir ohangda, "Va darix, biz qiladigan uy ustida yig'lamsirab yetibdi" dedi. Men ayoldan "Ishingni etib qo'ymaganmi?" deb so'radim. Ayol javob bergicha, Akram uy egisining asli uni xo'jalikka kirib ochqushni elib olishini topilganligini, uning unchalik ishlarga avvali bo'lg'isi kelmay, koni qistirib echayotganligini, bundaq assa ochqushdimi oson ochadiganligini aytdi. Ayol o'zining ilmi yaxshi boshqa yurtdan dal vaqtida qaytib kelganligini, agar ozroq kechikkan bo'lsa, xalqning o'zining uyiga ko'chib kirib bo'lganligini tasavvur qilib, birdan nola qildi. Akram endi ayolga yaxshijoq bo'lishga boshladi. Uni ta'li keldi deb qarashga bo'lganligini, hech qanday dishvorsiz tayyorli uyga kirib qolganligiga oshkor xursand bo'lmasimi, yo'shirun xushallanish kerakligini, qolgan ishlarni oldirmay deyishsa tamoman bo'lganligini aytgach, bizakchilik to'xtamini ko'rsatib edi. Ayol uni bir silkib yutib ner qarab oldi. U qat'iylik bilan bu uyning o'ziga qat'iy yaramaganligini, yaragan taqdirdimi qaytadan qildirdiganligini, shuni atdigangacha bir tal maqnama qoldirmay yo'lib elib o'tmasa, o'zini saqchida ko'rdiganligini aytib chiqib ketdi. Chiqishning oldida dexe, ishlatgan to'knimi to'ltiman dedi. Akram go'yo qiyg'itib o'ynayotgan sho'x bir baladan onasi bilan dadasi tangli tugab ketgan yetim bolaga aylandi. Hunarvanlar go'yo ish haqi masalasi bir ta'sirga uchraydigandek eg'ir tortishib tomoq chekishdi. Men dunyoda barliq tasallilarni bir qator o'ylab chiqqan bo'lsam-mu, yanada nima deyishimni bilolmadim. Bu ishga na bir tasalli tushirgandek emas. Amal bor dedi Akram. Ondan labbida menga bir qarab, bir ishni qilib berishimni o'tindi. U deganda qilsak bu ishning hal bo'lishiga ishonmasammi, uningga bo'lgan yeztashligim uchun qilsammi qilay dedi. Biz xo'jalikka kirib, u ayolning telefon nomerini topdik. Ondan kechdim men o ayolga telefon berib, dal Akram o'rgatgan gaplarini dedim. Men uningga mening bayo bo'lgan yerda borligimni, u ayolga qattiq yeztashlik qilganligimni, insonning bu qadar döt bo'lganligini bugungacha bilolmay kelganligini, dötlikning badali bo'lmasa bo'lmaydiganligini, shunga bu ishda hargizmi murassiyaga yo'l yo'qligini,
Nädim bolmasın çaktırış kerakligini aytdim. Ayol, demisingizmi shundoq qilaman. Texi kabilan echib kelib apchiqini chiqarib atgan qulupimni tültishni unutib qolmayman dedi. Men arqadan mening uyimning dal bu binoning 18-qavatida ekanligini, qurilmasi o'xshag'achqa bu uydan sugib atgan materiallar bilan aplab-saplab jo'ngshu qilishni o'ylayotganligimni, u jo'ngshuchilarning yana bir qitim so'zlashib beqib, faqat amal bo'lmasa menga sökib qurashtirib berishga ma'qul bo'lganligini, shunga uning ko'ngilchaklik qilib chaqtirishdan iborat bu dana qarordan yenib qolmaslik uchun ayolga 3000 yuan berishga roziligimni va undidorini qo'shishga tayyorlik qilib turayotganligimni aytdim. Ayol yoki ma'qul yoki yo'q demay bayonqi dodlashlarni yana bir qitim takrorlab chiqdi. Tilpinni qo'yib yutib uning veshini qo'shdi, lekin u qo'shmadi. Akramni qo'shmaydi degan edi. Agar qo'shib qolsa, yuvassam bo'ladi demish. Ertasi tushda Akram tilpin qilib, "Men asli bir mushavir o'xshayman, ustoz. Mening tadbirim 36 tadbirning birasida yezig'liqmi?" dedi. Uning deyishicha, bir girim jazosini ortiq elib berish badaliga u ayol bilan burunqi to'xtamda deyilgandek o'xshash bahada deyishib demish. Men bundoq amalni o'ylab chiqish tugul, o'ylab beqibmi toza anqira olmadim. Dapaqa Yaqub, sen tushundingmi? Maqni qoldirmay chuvinglar degan ayol, "Mushu niyatingizdan yonmasingizlar, men sizga 3000 ko'y beraman" desam, niyatidan yong'ini qandoq ish bo'lib ketdi.